Avokadodan boshlaymiz. Bugungi kunda biz bu mevadan yiliga taxminan 8 million tonna iste'mol qilamiz. Imkoningiz borida undan rohatlanib qoling. Gap shundaki, bitta avokado daraxtiga 4 kishilik oilaga kerak bo'ladigan miqdorda suv zarur. Uni aynan suv tanqisligi mavjud bo'lgan joylarda, masalan, Meksika yoki Chilida yetishtiradilar. Mahalliy aholi avokadosiz yasha oladi, ammo suvsiz yasha olmaydi. Shuning uchun daraxtlar birinchi bo'lib suvdan mahrum bo'ladi. Avokadoni unutamiz. 100 yildan so'ng avokado tarix sahifasidan o'chadi. Ammo makkajo'xori yormasidek asosiy mahsulotga qanday tahdid solmoqda? Makkajo'xori guruch va bug'doy bilan birga don uchligi deb ataladi. Guruch, bug'doy, makkajo'xori insoniyat asosan bu mahsulotlar bilan oziqlanadi. Barcha kaloriyalarning 60%ni ana shu 3 ta mahsulotdan olamiz. Agar kelajakda 5000 yildan keyin o'zga sayyoraliklar yerni o'rgansa, biz haqimizda shunday yozishadi. Mushuk go'shti yeydi, sigir o't chaynaydi, odam esa don iste'mol qiladi. Lekin hammadan ustun turuvchilar bu tovuq qullari hisoblanishadi. Ular juda ko'p, ular dunyoni boshqaradi. Qiziq shundaki, don ekinlari issiqdan eng ko'p zarar ko'radi. Haroratning har 1 gradusga ko'tarilishi ularning hosildorligini 5-10% ga kamaytiradi. Qurg'oqchilik sholi maydonlarini quritadi, issiq bug'doy changini unumsiz qiladi. Aksincha, toshqinlar uning ildizini chiritadi. Chang bo'ronlari esa makkajo'xori dalalardagi unumdor tuproq qatlamini uchirib ketadi. Interstellar filmini eslang. Film nafaqat haqiqiy fotosuratlardan bir necha yil oldin qora tuynukni ko'rsatadi, balki kelajak dalalarida chang bo'ron